Haydaldi bilasanmi? Menga qara. Bir narsaga tushunmayapman. Sen qanaqasiga Barnoga uylandi desa ishonding? Odam shunchalik ham go'l bo'ladimi? Sen menga ishonmas ekansan-de. Menga Barnoni kelin qo'ynidagi videosini ko'rsatishdi. Kim ko'rsatadi senga? Qabrim haqida video ko'rsatishdi. Qanaqa qilib ishonmay? Ra'no, qanaqa video? Barno qayoqda kelin qo'ynida ekan, tushuntirib gapirga menga? O'sha payt men sizga xat jo'natdim. Aytdim-u, bitta bola yordam berdi deb. Men o'zim qamoqda edim, zindonda. Tushunyapsizmi? Xatni siz olgansiz deb o'yladim. Sen qanaqa nima deyapsan, qanaqa xat? Men hech qanaqa xatni qo'limga olmaganman. Siz kelasiz deb kutdim, lekin Baxtiyor aka keldilar. Nima? Kim? Baxtiyor aka. Qaysi Baxtiyor? Opa, jonni eri. Nima? Lazonni eri Baxti bordimi? Voy, bola uxlayapti, ha? Aziz xatni oldi, lekin ishonmadi tirikligingizga dedi. U uylandi sinizga deb aytdi. Men rostmi deb ishondim. U kelin qo'ynida, u Barnoni kelin qo'ynidagi turgan videosini ko'rsatdi. Qanaqa qilib ishonmayman? Barno baxtli bo'lsin deb harakat qildim. Keyin Turkiyada Asalga yordam berdingiz. Hali sen u Asalni taniysanmi sen? Asal menga aytdi. Eri uylangan ekan, bitta o'g'li bor deb aytdi. Men Barnoni o'g'li deb o'yladim. O'shanda Asal uyiga chiqqaningizda men ham o'sha yerda edim. Men uyga kirdim. Nimaga men shu yerdaman demaysan? Nimaga?